Assalomu alaykum aziz obunachilar. Navbatdagi videoda Urganch shahrida 2 xonali kvartirani ijara chiqdi. Lokatsiyamizga kelsak, Dekkan bozor obunachilar bilan ko'rishlar mumkin. Xullas, zo'r yerda joylashgan ekan. Oila qo'yiladi, deylik, student bo'lsam qo'yiladi. Bu tomosada maraton do'konimiz. Neytan Hamkor bank, Dekkan bozor. Xullas, bu tomosada Karat kafe obunachilarimiz. Ko'rishlar mumkin. Qamishgan burgan shu yerda joylashgan. Inshaalloh bilan batafsil tushuntirib o'tsak. Hurmatli mijozlar, kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, shunda 7 qavatli binomiz 6-qavatida joylashgan ekan. Devorlarimiz jiddiy bo'yakdan laminat, gilamlar tashlangan bir xo'shgan. Oilali ili studentmi yaxshi insonni qo'yishga harakat qiljakmiz. Uyinaga shuning ayttirib, patoloqlar fonda, bu yerda hojatxonamiz, rakoynamiz bor, aristonimiz bor, ventilyatsiya joylarimiz ham bor ekan, ishlab turibdi. Oshxonamizda ham sharoitlarimiz bor. O'ng tarafimizda bu yerda xolodilnik joylashgan, chap tarafda kir mashinam, 7 kg Samsung firma, kuxonniy, gaz plita, vitechkamiz bor, idish tovoq hamma ish bor. Uголокimiz bu yerda yana, masalan, ko'rishlar mumkin. Fotolarimiz yana dekorativniy o'tilgan ekan. Ilgari ham yashalgan joyimizda, lekin akkurat ustqalab bu yerda kafe bo'lib, sharoiti vanna qo'yilgan ekan, yuvishxona. Spanimiz yana, spanimizda ham shkaflarimiz bor ekan, perdalarimiz. Lokatsiyamiz asosiy Hamkor bank, Dekkan bozor, Amir Turin istirohat parki desak ham bo'ladi. Bemiz ajabina mehmonxona, konsertlarimiz, televizorlarimiz, xon taxtalarimiz bor ekan. Agar sharoitlar kamchiliklar bo'lsa, ularni taxlab beradi. Masalan, aloqa uchun nomerlar istami 91 423 06 06 99 074 46 41 bilan bog'lansa. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.